Salom bolalar. Sizlarga bitta savolim bor-da. Misol menga kattalarning nasihat qilishi yoqmaydi. Sirojiddin uni qil, Sirojiddin buni qilma. Lekin shu nasihatlar ham tarbiyaga kerak bo'ladi. Shuning uchun men sizlarni bugun O'zbek milliy qo'g'irchoq teatriga olib keldim. Bu yerda kattalar nasihat qilmasa ham tarbiya olish mumkin. Sizlarni teatr bilan o'zim tanishtiraman. Ketdik. Bolalar teatrda rus tilidagi spektakllarni 12:00 da, o'zbek tilidagi spektakllarni 14:00 da tomosha qilishlari mumkin. Chiptalar narxi 40 ming so'mdan 60 ming so'mgacha. Endi esa ichkariga kiramiz. Ketdik. Spektakl boshlanishidan oldin sizni mana shunday tomosha kutib oladi. Teatrning yuragi bosh rejissyor hisoblanadi. Hozir ularning eshiklarini taqillatamiz. Keling. Assalomu alaykum, mumkinmi? Mumkin. Marhamat, keling shu bola. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisan, obommisan, tinchmi? Xo'sh, teatrimiz yoqdimi, Sirojiddin? Ha, juda yoqdi. Shamrod dada, menda sizga bitta savol bor. Xo'sh. Bolalarning tarbiyasida teatrning roli qanday? Juda buyuk. Nima uchun deganda, bog'chadan keyin bog'chani tugatamiz, oldin bog'chaga boramiz. Albatta birinchi navbatda oila. Ikkinchi navbatda bog'cha. Shu bog'cha paytida hamma sekin teatrga kelib boshlaydi. Qo'g'irchoq teatriga. Ya'ni bizni o'zbek milliy qo'g'irchoq teatriga. Va teatr nimaligini ko'radi. Qanday sarguzashtlar bo'lyapti, qanaqa spektakllar bo'lyapti, oq, qora, nima yaxshi, nima yomon, mana shuni sekin o'rgana boshlaydi. Ular albatta o'sha ko'rilgan spektakl, sanashtirilgan spektakllar asosida bo'lib boshlanadi. Tushunib oldimmi bolam? Ha, tushunib oldim, rahmat. Teatrda juda ko'p ijodkorlar faoliyat yuritishadi. Rassom qo'g'irchoqlarning rasmini chizadi. Duradigar va konstruktorlar qo'g'irchoqlarni yasashadi. Tikuvchilar ham qo'g'irchoq, ham ularning liboslarini tikishadi. Butafor ustalari esa sahna rekvizitlarini yasashadi. Va oxirida mana shunday qo'g'irchoq paydo bo'ladi. Qo'g'irchoqlarni esa aktyorlar jonlantirishadi. Hozir o'z ko'zimiz bilan ko'ramiz. Xohlasam, mana bu tovuqlarni quvaman. Ey bola, Ha. men seni bu qiliqlaringni buvingga aytib beraman. Aytsang aytaver. Chaqma chaqar, olov yoqar, tomga chiqib, nog'ora qoqar. To'g'risini aytsam, juda qoyil qoldim. Birinchi marta kuzatishim. Qiyin emasmi qo'g'irchoq o'ynatish? Yo'q, qiyin emas. Xohlasang o'zingda sinab ko'rasan. Mayli. Bolalar, albatta teatrga kelinglar. Sanoqli daqiqalardan so'ng 12 oy spektakl boshlanadi. Bolalar o'z joylarini egallashmoqda. Mazza qilib spektaklni tomosha qilamiz. Aziz bolalar, tomosha paytida quyidagi qoidalarga rioya qiling. Birinchi qoida: teatrda baland ovozda gapirmang. Ikkinchi qoida: sahnadagi tomoshani diqqat bilan kuzating. Uchinchi qoida: telefon o'ynamang va boshqalarga xalaqit bermang. To'rtinchi qoida: o'rningizdan turib ketmang va zalda yugurmang. Va nihoyat 5-qoida: tomosha tugagandan so'ng aktyorlarni olqishlang. Teatrning repertuarida 40 ga yaqin spektakl bor. Teatrda o'tgan kunim menga juda yoqdi. Sizlar ham spektakl tomosha qilishga albatta kelinglar. Tavsiya qilaman, keyingi mavzularda ko'rishguncha. Xayr.